Diqqat qiling, Respublika Gidrometeorologiya xizmati agentligi xabar qildi. Ertadan boshlab O'zbekiston hududlarining ba'zi joylarida qor yog'ishi boshlanadi. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo harorati kechasi 38 daraja sovuq, kunduzi 08 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik yo'q, tuman tushishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatida kechasi 05 daraja sovuq, kunduzi 13-15 daraja iliq bo'ladi. Faqatgina 3 va 5 yanvar kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'ib, qorga aylanishi mumkin. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida kechasi 2 daraja sovuq, 6 daraja iliq, kunduz kunlari 0-13 daraja iliq bo'ladi. 3-4 yanvar kunlari yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida kechasi 0-3 daraja sovuq, 7 daraja iliq, kunduzi 7-13 daraja iliq bo'ladi. 5-8 yanvar kunlari yanada iliqroq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida kechasi 05 daraja sovuq, kunduzi 3-10 daraja iliq bo'ladi. Faqatgina ba'zi kunlarda yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida kechasi va ertalab 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, vaqti bilan yomg'ir yog'adi, tuman ham tushishi e'lon qilingan. Hurmatli tomoshabinlar, har kunlik ob-havo ma'lumotlarini o'tkazib yubormaslik uchun tezda kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang.